Hasan aka, jinsiy aloqa vaqtida olatning so'lib qolishi nima sababdan bo'lishi mumkin? Tak, jinsiy aloqa paytida olatning so'nib qolishi, ya'ni bu ereksiyani tushib qolishi, avvalambor bu obstanovkaga bog'liq, ya'ni sharoitga, muhitga bog'liq. Bu birlamchi holat deb aytadigan bo'lsak, ya'ni bu uydagi sharoit, bu har bir narsa, har bir psixologik holatga ta'sir ko'rsatishi va bu esa ereksiyani so'nib qolishiga olib kelishi mumkin. Bu birinchi faktorlardan biri hisoblanadi. Bu o'sha joylashish joyi, u xonaning obstanovkasi hididan boshlab partnyorini gap so'zi va boshqa ikkilamchi, hattoki ko'chadan kimdir taqillatib qolishi, mana shu har bir narsa obstanovkaga kiradi va shu holatlar bu holatni to'xtatishiga psixologik olib keladi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holatda bu organizmik o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biz erektilniy disfunksiya deymiz. Oldin buni impotensiya deyilar edi. Mana shu erektilniy disfunksiyani hisobiga ham jinsiy aloqada zaiflik kuzatilishi mumkin. Bu erektilniy disfunksiyani o'zi 3 turga bo'linadi. Ya'ni birinchisi psixogenniy va o'sha kasalliklarning fonida va psixologik o'zgarishlarning hisobida, ya'ni bunga stressiy holat va avloddan avlodga o'tuvchi kasalliklar va psixologik ayrim kasalliklarning hisobiga bo'lishi mumkin. Shuning uchun psixogen holatlarida bir nechta muammolar va bir nechta simptomlar kirib ketadi. Ikkinchi holat bu organizmik holat deyiladi va bu aytib o'tganimizdek bu gormonal funksiyalarning yetishmovchilik, bu qon tomiridagi kasalliklar va olatdagi organizmik o'zgarishlar erektilniy disfunksiyaga olib kelishligi mumkin va nervdagi o'zgarishlar bundan mustasno emas. Uchinchi holat bu yerda smeshenniy deyiladi, ya'ni aralash turdagi. Bu ham psixologik muammolar, psixologik kasalliklar va ikkinchisi organizmik kasalliklar bilan birgalikda kelishi. Mana shu 3 ta sabab va muhit, sharoit jinsiy aloqa davrida jinsiy aloqaning to'xtab qolishi va kelajakda erkaklar uchun koitofobiya, ya'ni jinsiy aloqadan qo'rqish holatiga olib keladi va bu esa jinsiy aloqaga yondashgan holatda jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lgan insonlar bundan qochishi va yana bir necha marotaba shunday aloqa bo'lsa, o'ziga bo'lgan uverence, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchning yo'qolib qolishi, bu yanada psixologik holatlarga, to'sqinlikka, jinsiy aloqaga bo'lgan qiziqishni pasayishiga olib keladi va bu koitofobiyaga olib keladi. Shuning uchun bunday holatlar kuzatilgan bo'lsa, albatta doktor Hasanga murojaat qiling. Sizning sog'lig'ingiz bizning baxtimiz.